odamni do'st aytar ekan. Shunaqa do'stni men sizga aytib beraman. Do'st shunday do'st bo'lsinki, xuddi oyna misoli sizni oldingizga kelib, sizga yuzingizga ko'rsatsa aybingizni. Chin dildan xohlasa sizni o'sha aybni qilmasligingizni. Xuddi oyna kabi bo'lsa, shona kabi bo'lmasa, taroqtaqa bo'lmasa, orqangizga o'tib sochingizni bitta-bitta ajratsa. U do'st emas. Sizni aybingizni boshqalarning oldiga borib bitta-bitta sanaydigan do'st emas. Shunaqa do'stingiz bormiki, sizni yuzingizga kelib, o'zingizga kelib, chin dildan xohlab o'sha yo'ldan qaytishingizni. Agar shunaqa do'stingiz bo'lsa va siz o'sha do'stingizni nasihati bilan qaytsangiz, Alloh taolo sizga ruxsat berar ekan shuni do'zaxdan olib qolishdi. Chunki u sizni do'zaxdan olib qo'ygan.